Ha. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Vodiyga, Toshkentga dastavka mutlaqo bepul. Toshkent shaharda bo'lasizmi? Toshkent viloyatida bo'lasizmi? Yangiyo'l, Qibray, Chinoz, Xazangota hamma joyga. Vodiyga, Andijon, Namangan, hamma joyga Oltiariq, Poltariqqa dastavka mutlaqo bepul. Uyingizga borganda pulini berasiz. Oldindan to'lov yo'q. Uyingizga qabul qilib olganingizdan keyin pulini berasiz. Bundan tashqari bizni karavot so'rilarimizni arzonchilarga nima qilmaylar, o'xshatmaylar. Ya'ni 2 millionlik, 1 million 800 ming so'mlik so'rilarga o'xshatmaylar. Ular o'ziga yarasha. Bizniki xudo xolasa 100% Sasnadan. Sasnani bilamizki, videoda boshida aytib qo'yapman. Sasna quriganda ham, ho'lligida ham qiyshayib ketmaydi. Ya'ni eshilib ketmaydi. Ha, yog'och oddiy terak bo'ladigan bo'lsa, qiyshayib ketadi. Ular qiyshaymaydi. Xudo xolasa, kачествоsi bomba. Mana oddiy misol shu ko'rib turgan so'rilaring razmeri 210 ga 270, dastavkasi bepul. Toshkentga, Vodiyga 2 million 800 ming so'm. Baquvvat degan bitta baho berib berasizlar. Xudo xolasa, ish mustahkam. Ishga javob. Maza qilishdasizlar. Oyoqlarigacha 100% yong'oq. Sasna. Yong'oq bo'ladigan bo'lsa, 400 mingdan 500 minggacha qo'shiladi. Chunki yong'oqcha qimmatroq, ishlovi ham boshqacharoq bo'ladi. Pollari shipon ko'rib turibsiz. Oddiy poldan 300 ming so'm farq qiladi. Ya'ni 300 ming so'm arzon yuradi oddiy pol. Agar qalinroq bo'lsa, narxi bir xil yuradi. Hozir albatta shipon, ya'ni bir-biriga tindaqli bo'ladi. Mana bunda kiygiziladi. Ichiga kiygizilganligi uchun shunaqa narxda chiqqan. Chiroyli so'ri. Hozirda shu komplektda mayli sizlarga o'zi buni 350 ming so'm sotyapmiz. 3 million so'mga Toshkentga, Vodiyga dastavka, ustanovka mutlaqo bepul. Xuddi shu ko'rib turganlaring. Bundan tashqari bu 8 kishilik bo'ladi. Ya'ni 8 ta. Bitta ro'zg'orda 8 ta odam bo'ladigan bo'lsa, bemalol sig'adi. Bo'yi 1 lik, razmeri 210 ga 270. Rangini farqi yo'q. Xolasizlar ham shunaqa to'q rangi bor. Xolasizlar ham bu tomonda mana ochiqroq rangi bor. Bunaqangi ochiqroq rangi bor. Komplekti 3 million so'm. Komplekti turishi 3 million so'm. Agar xon taxta qo'shiladigan bo'lsa, 250 ming so'm sotiladi, o'zi 200 ming so'm qo'shamiz. Ya'ni 210 ga 270 ga 200 ming so'mlik xon taxta ketadi. Turishi, xon taxtasi, so'risi, stoli bilan 3 million 200 ming so'mga Toshkentga, Vodiyga dastavka bepul. Sifat yaxshi, xudo xolasa garantiyali so'rilar. Bundan tashqari kattaroq razmerda so'raganlar uchun bunisi bor, sal kattarog'i. Buni ham taxtalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mana qalinligi to'rli bo'lgan, taylarigacha to'rli, bu joylarigacha sasna, 100% sasna. Pollari ham ko'ryapsizlar, mana shipon. Qalinligi ham bitta olib keling. Qalinligiga bitta e'tibor bering mana. Qalinligi juda ham qalin, xudo xolasa mustahkam. Maza qilib ishlatasizlar mana. Tashlab yuborsalar hech narsa bo'lmaydi, mustahkam, garantiya, bomba. O'zimizga o'xshagan baquvvat. Razmeri hop 230 ga 280 shu turish komplektda mana xon taxtasi, so'risi, stoli, komplekt turishi necha pulni o'ylaysizlar? 3 million 600 ming so'mga komplekt turishi 3 million 600 ming so'm. Stol, xon taxta, so'ri, dastavka bepul. Uyingizga borganda pulni berasiz. Oldindan pulingizni olib turib, yo'q bo'lib qolib, mashinalik qilish yo'q. Borganda pulni berasiz. Mana shu joylarga like bossangizdan chiqmasin, qadrdonlar. Bundan tashqari bunisiga ham bitta baho bering. Bunisi ham oyog'i yong'oqdan. Oyog'i yong'oqdan mana streshlab qo'yilgan, juda chiroyli. Taxtalari qalin. Lagalari 5 taligi ham bor, 4 taligi ham bor. Razmeri 240 ga 290, Samarqand fason, Buxoro fason ketaveradi. Polni o'ymakorlik qilingan. Mana olib keling. Mana streshlab chiroyli qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari bu vohaga ketishga ham juda ham qulay. Misol uchun voha endi 700-800 kilometr bo'lganligi uchun raskladnoy varianti bo'ladi. Raskladnoy yig'ilgan variantini ham ko'rsatamiz. 240 ga 290 turishi yong'oq oyoq bo'lganligi uchun 4 million 300 ming so'm. Xon taxtasi alohida. Bundan tashqari xuddi shuni ochiqroq rangi mana bunisi. Bunga endi lakshda endi beriladi. O'shanda sal bo'g'ilganroq turibdi, lakshda endi beriladi. Bundan tashqari mana bu bitta fasoniga bitta baho bering mana. Boshqacha turibdi. Endi xuddi shuni bu joyi qirmaligi bor. Mana. Qirmaligi. Buni qirma deydi, ko'pchilik g'alta ham deyshadi. Narxi bir xil, ya'ni o'sha 4 million 300 ming so'm. Bundan tashqari bunisiga ham bitta baho bering. Bu ham chotki so'ri. Razmeri
230 ga 280, oyoqlari 120 lik. Bu taxtalari 4 lik bo'ladi hamda 5 lik bo'ladi. Lagalari baquvvat, xudo xolasa mustahkam. Pollari shpon, 230 ga 280, 10 kishilik so'ri. Buni narxini 3 million 500 ming so'mga Toshkentga, Vodiyga dastlabki bepul inshaalloh. Bundan tashqari mana bunisi ham bor, 230 ga 280. Bu ham chiroyli so'ri. Ortiqcha bachkan emasda, skromniy. Ortiqcha bezaylarsiz. Ha, bunisi o'sha aytganimizdek 4 million 300 ming deb variant. Buni ham yig'ilyapti. Har xillardan bor. Xudo xolasa ekranda nomerlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Arzon narxlarda like bosib, kommentariyada fikrlarini qoldiringlar. To'g'ri, bundan ancha arzon so'rlar ham bor. Misol uchun kimdirlar mahallamizga olib kelyapti, arzonchidan olib kelishyapti, deyapti. Lekin u bilan buni taqqoslamaslik kerak. Yorilib ketishi bor buni. Sinib ketishi bor. Taxtasi oddiy terak bo'ladigan bo'lsa, qiyshayib ketadi. O'shani hisobga olish kerak. Bizda xudo xolasa 100% sasna, yong'oqligi ham bor, sasnaligi ham bor. Har xil. Ekran nomerga aloqa qilinglar, akalar. Sizlarga qisqa lo'nda obzor qilib berdik. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi ma'lumotlardan birinchilardan ko'rasizlar. Sog' bo'linglar.